Assalomu alaykum aziz otaxonlar, Munisa onaxonlar. Sizlar bilan yana o'zimning 70dan keyingi hayot YouTube kanalimda uchrashib turganimdan, sog' salomatlikda ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman. Bugun 2026-yil 12-yanvar haftaning 1-kuni dushanba. Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazdingizlarmi? Dam olish yaxshi bo'ldimi? Men sizlarning e'tiboringizga bugun bir qiziqarli ma'lumot taqdim qilmoqchiman. Bugun haftaning 1-kuni, odatda haftaning 1-kuni og'ir kun deyiladi, lekin bu to'g'risida men fikrim boshqacha. Sizlarga qiziqarli ma'lumot taklif qilib, sizlarning e'tiborlaringizni jalb qilmoqchiman. Bu ma'lumot Xorazm viloyatining birinchi rahbarlari deb ataladi. Bu ma'lumot Telegram platformasındagi Marks Jumaniyazov kanalidan olingan. Bu ma'lumotni men sizlarning e'tiboringizga o'zimning sharhlarim bilan izohlab taklif qilaman. Bo'lmasa boshladik. Siz mening 70dan keyingi hayot degan YouTube kanalimdasiz. Men hozir sizlarga Xorazm viloyatining birinchi rahbarlari bo'lib ishlagan shaxslar to'g'risida ma'lumot beraman. Mana bu suratlarda birinchi turgan inson bu Ibragimov Ahmetjon. İkincisi Nasirov Fathullah. Üçüncüsü Fakhriddin Şemsuddinov. Kahraman ekan. Dördüncüsü Rahimov Bektaş Rahimovich. Beşinci resimdagi Xudoyberganov Madyor Xudoyberganovich. 6-chi rasmda Xudoyberganova Rimajon Matnazarovna. Endi bular Xorazm viloyatida birinchi rahbar bo'lib ishlagan shaxslar, viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotiblari. Hozir men sizlarga ular qachon, qaysi yillarda ishlaganligi to'g'risida ma'lumot beraman. Yillarni aniq aytib o'taman. 1938-yilda Ibragimov Ahmetjon, 1938-yildan 44-yilgacha Yakubjonov Muhammadjon viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotiblari. Xorazm viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotiblari to'g'risida so'z ketmoqda. 1944-yildan 1947-yilgacha Nasirov Fathullah Rasulovich Xorazm viloyat partiya komitetining birinchi sekretari. 1949-yildan 1950-yilgacha Iskandarov Imomqul bir yil ishlagan. 1950-yildan 1960-yilgacha Rahmonov Madrahim Rahmonovich degan inson Xorazm viloyat partiya komitetining birinchi kotibi bo'lib ishlagan, 10 yil ishlagan ekan bu odam. 1960-yildan 1963-yilgacha Shamsuddinov Fakhriddin Shamsuddinovich ishlagan ekan. 1963-yildan 1968-yilgacha Rahimov Bektash Rahimovich Xorazm viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan ekan. Men Rahimov Bektash Rahimovichni eslayman. Shu paytda men maktabda o'qir edim. Shuning uchun Xorazm viloyat Gurlan tumaniga kelgan paytlarini eslayman, o'zini ko'rganman men. Rahimov Bektash Rahimovichni maktabda o'quvchilik paytimda ko'rganman. 1968-yildan
13 yanvar 1986-yilgacha Xudoyberganov Madiyar Xudoyberganovich Xorazm viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi bo'lib ishlagan. 18 yil davomida birinchi kotib bo'lgan Madiyar aka. 13 yanvar 86-yildan 12 sentyabr 88-yilgacha Mirqasimov Mirahmat Mirhajiyevich ishlagan. Mirqasimov 12 sentyabr 1988-yildan 14 sentyabr 1991-yilgacha Xudoyberganova Rimajon Matnazarovna Xorazm viloyat partiya komitetining birinchi kotibi bo'lib ishladi. Men buni juda yaxshi bilaman. Men Bektash Rahimovdan keyin Madiyar Xudoyberganovdan ko'rganman, bilaman. Yuzma-yuz uchrashganmiz. Mirqasimov Mirahmat Mirhajiyevichdan bilaman. U bilan ham ko'rishganmiz. Uzoqdan bo'lsam, chunki biz postda, milisiyada ishlagan paytimda postda turardik. Ular shu yo'lda soprovojдение qilib o'tib ketardi. Shunda ko'rganman. Xudoyberganova Rimajon Matnazarovani bir necha marta ko'rganman. Viloyat partiya qo'mitasida bo'lgan majlislarda qatnashgan paytimda. Shuning uchun bu ayolni ham yaxshi taniyman. Hozir bu ayol olamdan o'tdi. Xorazm viloyat hokimlarining ro'yxati. Mana bu yerda Xorazm viloyat hokimlarining ro'yxati fotolari keltiriladi. 8 ta hokim bo'lgan Xorazm viloyatida 1991-yil O'zbekiston davlati tashkil topgandan keyin 8 ta hokim bo'lgan ekan. 1992-96-yillar Markus Jumaniyozov. 1996-99-yillar Iskandar Yusupov ishlagan hokim bo'lib, viloyat hokimi. 1999-2008-yillar Islom Bobojonov, Islom Alimovich Bobojonov, bularni bilaman. 2008dan 2012-yilgacha Allaberganov Xatbayevich ishladi. Buni ham bilaman. 2012-yil 2012-yildan 2017-yilgacha Po'lat Bobojonov Razaqovich ishladi. 2017dan 2018gacha Ilgizar Mataqubovich Sabirov ishladi. 2018dan 2022gacha Ermanov Farqat O'razboyevich ishladi. 2022dan hozirga qadar Jo'rabek Rahimovich viloyat hokimi bo'lib ishlab turibdi. Mana bularning rasmlari. Bu Markus Jumaniyozov, bu Iskandar Yusupov, bu Islom Alimov, bu Allaberganov. Bu bizning ichki ishlar ministri bo'lib ishlagan Po'lat Razaqovich Bobojonov, bu Ilgizar Sabirov, bu Ermanov, Farqat Ermanov, bu hozirgi hokimimiz Jo'rabek Rahimov. Mana sizlarga men axborot berdim. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.